Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugungi suhbatimiz qiyomatning kichkina alomatlari haqida bo'ladi. Ya'ni oxir zamonda qiyomatni yaqin bo'lishiga dalolat qiladigan oxir zamon alomatlari xususida bo'ladi. Qiyomat soati shubhasiz keladi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan haq va'da. Astagfirullah. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Albatta qiyomat soati kelguchidir. U haqida shak shubha yo'qdir, lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va innas sa'ata la'atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat qiyomat ham shak shubhasiz kelguchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan ozor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwas samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi va man asdaqu minallohi haditha. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz bo'lgan qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'roq kim bor? Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini kelishligini haqli mana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. Vaz-zariyati zarwa fal-hamilati wiqra fal-jariyati yusra fal-muqassimati amra innama tu'aduna lasadiq va innad-dina lawaqi'. Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan, Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vat-tur va kitabim mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba robbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tur tog'iga, ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshigan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqea bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi, qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatning qachon bo'lishigini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lardi. Qiyomatni qachon bo'lishigini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar alayhisalom o'zining sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni, belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtarabatis sa'a va inshaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar
mo'jiza talab qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga oyni ikkiga bo'lib Alloh izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytayapti, oy bo'lindi, qiyomat oz qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi. Payg'ambarimiz oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerakgandek shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, matas-saa?" Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. "Nima tayyorgarligingiz bor?" dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimizni bor, olaylik. To'planib qoldi degandaqa. Ata amrullohi fala tastajilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Jannatga hech kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, do'zaxga kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'li siyg'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizni vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba. Chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazdidagi bir kun, ana shu Ma'orij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarning 50 ming yillarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uning oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum va hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda, iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarning ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarda o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi Buxoriy va Muslimdan. Hadislar Buxoriy, Muslimdan birodarlar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shomning o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatda 2 soat ila qolgan degani. Odam alayhisalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddatda yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi deydi. Sizlar bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar, birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassirlar mana shu hadisda sharhlab aytadiki, insoniyatning yashash muddati mana shu o'rta barmoqning uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqning uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtchalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degan. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham oz qoldi. Juda ham oz qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilari aytishdi 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deydi. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deyishdi, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir
1-2 oy bo'lib qoldi, Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillari yerda ta'kirib ketishdi. Motisda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishigini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning ilmi faqat Alloh taoloning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astagfiru billah. Yas'alunaka anis-sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila robbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, mushriklar sizdan o'sha qiyomat soatini qachon voqea bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz-u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqea bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda robbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqea bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilur. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatiga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birin-ketin aytilyapti? Insonni gunoh ishlarni qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohning oldida hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? Qachon beri? Odam alayhisolamdan beri aytar ekan, qiyomat qani bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tayyorgarlik qilib olishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis-sa'a qul innama 'ilmuha 'indalloh wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana 3 oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi. Nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa, yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatda isrof qilib yurib o'limiga 1 yil, yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis-sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ul anha bi'alama minas-sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa, hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarda ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi, qizil shamol deysizlarmi? Qizil tutun qopladi. Shunda Kufaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor dedi, yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi.
Chunki qiyomat hali falon ishlar bo'lmasdan turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni sahobalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni hammasini aytib bergan edi. Bugungi suhbatimiz mana shu qiyomat alomatlarining kichiklari haqida. Qiyomatning katta kichik alomatlari bor. Kichik alomatlari qiyomatning yaqinlashganligini bildirsa, katta alomatlari qiyomatning kelganligini bildiradi. Biz ana shu qiyomatning yaqinlashganligiga ishora qiladigan alomatlar haqida gaplashamiz. Abi Zayd Amr ibn Axtabdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan bomdod namozini o'qidi. Bomdodni o'qib bo'lib minbarga chiqdi. Bizga xutba o'qidi peshingacha. Peshingacha to'xtamasdan dars o'tdi. So'ngra peshin bo'ldi. Tushib peshinda o'qidi. Peshinda o'qib bo'lib yana minbarga chiqdi, asrgacha xutba aytdi. Asrgacha dars o'tdi bizga. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni bir qator payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab berdi. So'ngra asr namozi bo'ldi, asr namozini o'qidi, yana minbarga chiqdi. Shom vaqtigacha bizga qiyomat alomatlari haqida gapirib berdi. Tasavvur qilinglar, bomdoddan shomgacha Rasululloh to'xtamasdan qiyomat qoyim bo'lgunga qadar sodir bo'ladigan hamma katta kichik alomatlarni aytib berdi. Sahobalar aytishar edi, ichimizda ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldi. Eng ko'p eslab qolgan kim bo'ldi? Huzayfa ibn al-Yamani roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimizning sirlarini egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblardan edi. Eng ko'p yodlab qolgan Abu Hurayra bo'ldi, Huzayfa ibn Yamani roziyallohu anhular bo'ldi. Demak, biz o'rganib chiqadigan oxir zamondagi bo'ladigan fitnalar orasida ma'lum bir vaqtda bo'lib, ma'lum bir qavmga ta'sir qiladiganlari ham bor va butun yer yuziga ta'sir qiladiganlari ham bor. Shunday bir ishoralar keladiki, ana shu oxir zamonning qiyomat alomatlari paydo bo'lishni boshlaganda bir kishi hayotdan ko'ra o'limni ko'proq orzu qilib qolishi haqida xabarlar kelgan. Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir kishi qabr oldidan o'tib, o'zini ochiq turgan qabrga urib, qani edi shu qabrda yotgan odam men bo'lsam" deydi. Qarzi bo'lmaydi deyapti Rasululloh. Dardi bo'lmaydi, musibati bo'lmaydi, faqat fitnalarning ko'payib ketganligidan o'limni o'ziga orzu qilib so'rab qoladi deydi. Oxir zamon alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qotillik ko'payadi. Qotillik ko'payadi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirilgan, Rasululloh aytdilarki, qiyomat soati yaqinlashganida shunday kunlar bo'ladiki, johillik, ya'ni savodsizlik ko'payadi, ilm ko'tariladi, ketadi, xarj ko'payadi. Xarj qotillik. Qotillik shu darajada ko'p bo'ladiki, urushlarda sababli, besabab urushlarda ko'p bo'lganligidan erkaklarning soni nihoyatda ozayib, ayollarning soni ko'payib ketadi. Rasululloh Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, ilmni ko'tarilishi, johillikni ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlikni ko'payishi, erkaklar ozayib, 50 ayolga bir erkak qolishligi qiyomatning alomatlaridan. Qarab turinglar. Ilm obod emas oramizda. Bu ilmsizlik kundan kunga kuchayib boryapti. Kundan kunga savodsizlashib boryapmiz. E'tibor beringlar. Johillik ko'payapti. Zino ko'payapti. Zinoning turi bilmadim men qanaqa turi bo'lishi mumkin. Televizorda ham bor, radioda ham bor, kiyimda ham bor, so'zimizda ham bor, kiyimimizda ham, hamma yo'g'imizda bor. Hattoki oshkora zinoga ana shu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aroqxo'rlikni ko'payishi, gapirishning hojati yo'q. Biz bilan tug'ilib bilan magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatda alomati ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga borib deydi. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Ayollarda tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bori ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarda keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarni
qisqagina hadislarda juda ko'plarni aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl om bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muaviya ibn Abu Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligiga ishora deyshadi. Keyinchalik tobiinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlariga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikni foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30 tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nimaga endi payg'ambarimiz 30 ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30 ta bo'lishi. Bular ham bo'ldi, birodarlar. Yana chiqyapti mayda-chuydalari. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan bir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama Kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvaylid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davoman o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib qolishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib qolishlik kerak ekan. O'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlandi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishlikka harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu o'tirgan yoshlarning necha foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib bir ma'lumotimiz oshirayotgan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib, bir narsani o'rganishida o'rniga bitta telefon qilib palonchi qorakadan so'rab olamiz, bitta xat yozibdi domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmga ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatda oxir zamonning mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishiga bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzilalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabuz zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda xulosa oladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtning barakasi ketadi deyshadi. Xususan ko'rib turibmiz, Ramazonda 2-10 kunligi boshlandi, birodarlar. Kecha Ramazon keldi deyatuvdik, kecha bir hafta bo'pti deyatuvdik, mana bugun 2-10 kunlik boshlandi deyapmiz. Birodarlar, his qilyapsizlarmi vaqt o'tayotganligini? Biz nimaga Ramazonda 10 kun o'tganligini hozir aytyapmiz. Chunki sanaymizda Ramazonni 5-kuni, 6-kuni deb. Endi bunaqa oydan qanchasi, bunaqa yildan qanchasi o'tib ketyapti. Uylanganlar qaranglar, necha yil bo'ldi uylanganinglarga.
Uylanmaganlar qaranglar-da, maktabda qachon birinchi marta ostonasini oqlab o'tganinglarga. Vaqtni qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitta. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi, shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab toliga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgurmayapmiz. Vaholanki avvalgilar e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib, hamma qarindoshlariga aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgurmayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonda belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat, 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan, sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat, bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga yetkazishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda bu narsa haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amri mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar? Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar do'ppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan. Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asridan keyin mana Umar ibn Abdul Aziz bor yo'g'i 2 yil 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn Hattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo raiyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti, birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa deb kutmaylik. Bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat ustida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan ana shu Umar ibn Abdul Aziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, antara khufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar alayhissalom javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga baland soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti. Bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonda alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'paydiki, bir kishi
boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qani edi shu mayitni o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnaning ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Avf ibn Malik roziyallohu anhudan: biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda, u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib: "Ey Avf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin" dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana vasahatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunday yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonga yana yaqinlashganligining belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Hattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarning oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Hattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bu keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizning alomati ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltinning narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-alomati, arablarning uylariga birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot topdi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa nazarda tutiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr ko'darlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudhi'u biha laha tuzi'u laha a'naqul ibli bi Busra." Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarim oroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijozning o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizning tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Talib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxayro ismli rohib qaytarib yuboradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654-hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654-hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraman sizlarga. 654-yilning Jumadil oxira oyining 3-kuni
chorshanba kechasida Madina-i Munavvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tni kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi. Vulqon bo'ldi bu yerda. Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashib, uni ko'rishlik maqsadida tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarning yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizni ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadi-da sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinardi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga, har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda deydi. Men bu maktubimni 654-yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda 1 oy o'tdi o'rtadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon 1 oy oqdi. 1 oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishlik uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni, o'zini ahliga borib, bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka tili ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz deydi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. 1 oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Siriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Siriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjid-un Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarini yechib, o'zlarini e'tirof qilishib gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylaridan chiqib, Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navoiy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu buyuk olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratning 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumus sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga o'sha kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik.
butun koinotni ontar-to'ntar qilib tashlaydigan qiyomatni qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan u uchun qiyomat boshlanadi. Yosh kattaroqlarimiz biladi. Shunday bir to'polon bo'luvdiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qib ketadigan bo'lganda, shu bir bizitib o'tganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi. Shu ishxonaga bir katta kamazis 2 chamadon pul olib kelgan ekan. O'sha eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishlikdan burun aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yoqqa. 2 chamadon olib qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib, "Ma bir chamadonini oling, bir chamadonni pul qilib bering" degan ekan. Ya'ni yillar davomida yemay, ichmay, ehtimol zakotini bermay, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishlik xavfi bo'lib qolgan paytda shart yarmini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, sadaqani afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam berib yuborar ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga birov aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor, ishonchli bir joydan eshitdik desa, ha dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Xulosa oladi, hech gap yo'qmi deydi. Keyin safar aytdi, keyin gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyin gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora-bora shu odamning maslahatsiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sollallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hammasi sodir bo'lganini ko'rsiz. Endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchayamadimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'pti-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda, deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishligiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi? Ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz, lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot, inna Ibrohima kana umma dedi Alloh. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan. Shunday kishi Parvardigor, o'liklarni qanaqa qilib tiriltirasan, bir ko'rsatmaysanmi dedi. Osmonni, malakotus samovotni ko'rsatgan Ibrohim o'zi Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilgan edi. Shu zot qalbim taskin topsin-da deyapti. Ishonmaysanmi desa, ishonaman, lekin qalbim taskin topsin deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz, birodarlar. Biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun, iymonimiz yana ziyoda bo'lishligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berar ekan, Nofidan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman." U zot aytgandi: "Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi." Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarning qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi. Birinchi bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi va bu nima bo'ldi? Sahobalar davrida to'laligicha musulmonlar qo'lga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yenganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy da rivoyat qilingan hadisda, mana mashhur hadis, Adi ibn Xotam at-Toyi, bu kishi mana tarixda Xotamtoy deb saxiyligi bilan, saxovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi, mana podshoh bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan, Xotim ismli kishi. Shuni o'g'li Adi ibn Xotam at-Toyi nasroniy dinida bo'lgan, o'zini qabilasining podshohi bo'lgan. Shu kishi islomga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda Rasululloh unga bir qancha hadislarda aytadi. Uni hozir o'qiymiz, kelajakda mana shu bashoratlarida. Adi ibn Xotam at-Toyi aytadi: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida edim. Bu kalima keltirib turgan kuni, islomga endi kirgan musulmon. Bir kishi keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kambag'al ekanligidan shikoyat qildi.
Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldida yo'ldagi musofirlarga ozor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiyga qarab aytdiki: "Ey Adi" dedi, "Hironi ko'rganmisan?" dedi. Hiro Iroqni, ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adi aytdi: "Yo'q, ko'rgan emasman, lekin eshitganman ko'p narsani" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda faqat Allohdan qo'rqib haj kelganligini ko'rasan" dedi. Shunda Adi ibn Hotam toyi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda, Madina qayoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan ishga qarab turib, payg'ambarimiz so'zni aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zi bilan ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqning bir chekkasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib, tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va islom kengashiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Hotam toyi endi islomga kirgan, kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zimga o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga, janjalga to'g'izib tashlagan meni toy qabilam bor u. Ular qayerda qoladi? Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi. Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinaga hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi. Hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Hotam toyi Kisro ibn Hurmuza ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizning kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kelgan Adi ibn Hotam toyi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'lar ekanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bu bo'ldi bular. Bu mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik, boylikni ko'payishini aytdik, vaboni aytdik. Payg'ambarimiz nimani aytgan bo'lsa sollallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bu bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldir oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, istaydi, sadaqasini yoki zakatini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynlanganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Hotam to'y aytadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'baro bo'lishlarga ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Yuqoridagilar dunyodagi bashoratlar bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan bashorat mana shu narsa. Alloh taolo bir kishiga aytadi deydi. Sizlarga dinni yetkazgan rasulni jo'natdimmi deydi. Banda ha deydi, jo'natgansan deydi. Alloh taolo seni moli dunyo bilan fazilatli qilganmidim deydi. Banda ha deydi. Shunda haligi banda deydi Rasululloh, o'ng tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chap tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar, qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolo oldida hisob kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari Adi ibn Hotam to'y aytadi. Alloh meni umrimni uzun qildi. Forsni fath qilib, Kisroni xazinalari musulmonlar qo'liga o'tayotgan qo'shinda men ham bor edim deydi. Alloh taolo menga deydi, umr berdi va Hirodan bir ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytgandek, tuyani minib yolg'iz o'zi haj qilgani, hech kimdan qo'rqmasdan omonlik bilan kelganligini ko'rdim deydi. Agar sizlar Alloh sizlarga umr bersa dedi atrofdagilarga, to'ldi tillasi bilan chiqib sadaqa oladigan odamni topolmagan odamni albatta ko'rasizlar dedi.
Adi ibn Hatim Toy uchinchisini ko'rmadi, lekin aytayaptiki, Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abul Qosim sallallohu alayhi vasallam aytgan bashoratning ikkitasini ko'rdim, uchinchisiga umr yetmaydi shekilli, lekin sizlar aniq ko'rasizlar dedi. Akalar bu bo'ldi. Umar ibn Abdul Aziz davrida 2 yil 4 oy xalifa bo'lishiga qaramasdan zakot sadaqa oladigan odam qolmadi. Endi nimasi qoldi bu hadisda? Alloh taoloning oldida turasizlar deyapti payg'ambarimiz. O'rtada bitta ham tarjimon bo'lmaydi u kunda birodarlar, aka-uka, tanish bilish, palonchini jiyani, palonchini kuyov bolasi degan gap bo'lmaydi. Yolg'iz turasizlar. O'ng tomoningizda do'zax, chap tomoningizda do'zax, faqat Alloh taolo rahmat qilganlar. Yarim dona xurmoni berib bo'lsa ham sadaqa qilib olinglardi. Chunki ko'p qaytaramiz bu hadisda, mana shu joyga jon kelgan paytda pulini yarmi masjidga ber, yarmini madrasaga ber degan narsaning foydasi bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda kelajakda bo'ladigan muhim siyosiy alomatlar haqida bashoratlar berdi. Aytdilarki, agar Kisro o'lsa, u Kisrodan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi. Agar Qaysar halok bo'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlar Forsni fath qiladi, Kisro ana shu Fors podshosining laqabi bo'lsa, shu bilan tugadi. Bu bashorat bu. Vizantiy imperiyani aytayapti. Agar Qaysar qatl qilinsa, o'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi, deyapti. Haqiqatan musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu shirkka, gunoh ma'siyatga to'lgan imperiyalar yo'q bo'ldi. Tavhid kalimasi ayollar bo'ladi ustida. Mana shu payg'ambarimizning bashoratlari qanday sodir haq bo'lgan bo'lsa, hali sodir bo'lmaganlari ham xuddi shundaygacha haq suratda sodir bo'ladi. Imom Ahmad va undan boshqa bir muhaddis olimlarimiz keltirgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik, u zot gapirardi, biz yozib turardik. Sahobalar Rasulullohdan so'rashdi. Ayyul madinatayni tuftahu awwalan? Al-Qastantiniya am Rumiya? Mana bu ikkita shahardan qaysi biri birinchi fath bo'ladi ya Rasululloh? Qastantiniyami, Istanbul hozirgi, yo Rumiyami, Rim? Madinatul Xiraql tuftahu awwalan. Avval Xiraqlning shahri, Istanbul, ana shu Konstantinopol deyilgan. Bizga tarixda o'tganda Konstantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fath bo'ladi. Keyin Rumiya shahri dedi. Ishoninglar birodarlar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi demak bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu a'lam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas, magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fath bo'lganligini ko'riladi inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bashoratlaridan la taqumus sa'a hatta tuqatilut turk. Turklarga qarshi g'azot qilmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni turk deganda biz bilgan turklar emas. Arablarda u davrda hozir ham turk deganda mo'g'ul tatarlar nazarda tutilgan. Hali Nabiy sallallohu alayhi vasallam hali bir 500 yil, 600 yildan keyin bo'ladigan mo'g'ul tatarlarning xurujini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu davrlarda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, buzruklarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusiyaga bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan. Rasululloh aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmaguninglarcha. Boshqa hadisda turklarga, ya'ni mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmagunlarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil bo'ldi unga? 1430-hijriy yil hozir. 650-600-yillarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qoptimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bu bo'ldi, kattalari qoldi xolos. Imom Navoiy aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonamizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'ldimi? Demak, boshqalari ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishlikda foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi. Kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun qaysidir toifa, qaysidir mamlakatning odamlari millionlagan pullar sarflayapti. 1 yildan keyin nima bo'lishini bilish uchun, baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas 1000 xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullarni sarflayapti. Kelajakdan 1 sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilingan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz?
Bu shunday kitobki, Qur'on, payg'ambarimiz shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y rost gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y rost gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan havorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan havorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'sishdan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar, keksalarda tajribasi bilan jilolaylar deydi. Ana shu havorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Havorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularga yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom etkazamiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi deydi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon, o'qi qanday chiqib kelsa kamondan, shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaraydigan bo'lsangiz, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda. Hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanib olgan, bir yo'lda ushlab olganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, ham o'shatini oladida, mana deydi Qur'onning hujjati. Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitobi sunnatdan, bunisi ham. Mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilishlik kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu havorijlarni xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu havorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat gapiryapti bizga deydi. Shat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi-da, "Ya Rasululloh, mata saa?" Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkazaverdilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, bittasi aytdi, eshitmadi dedi. Bittasi aytdi, eshitdi dedi, achchig'i keldi dedi. Chunki gapini bo'ldi. Ya'ni mana shu savol berishida ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zini yo'li bor. Xuddi javob berishlikda yo'li bor. Endi sahroyi, ko'p ham lug'at odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamadida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Ayna Sa'id?" So'rovchi qani dedi. "Ana Rasululloh madaman" dedi. Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantaziriz sa'a. Iza zuyal amanat fantaziriz sa'a." Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar odamlar omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomat kutavringlar dedi. "Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi?" deganda yuqoridagi hadisda aytdilarda,
"Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantadiris sa'a." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustasi qilish kerak degan. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularda ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. Ichida zo'r fahm farosatli, zehnli ehtimol olim, alloma bo'ladigan yoshlar bo'ladi. Shu iste'dodini yuzaga chiqaradigan o'qituvchi xiyonat qilsa, bu bola ana shu oddiyligicha qolib ketadi. Agar tabib o'zini yelkasidagi omonatni ado qilmasdan noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri dori beradigan bo'lsa, bemor o'ladi, qiyomatda javob beradi. Agar bir korxonaning rahbari o'zini rahbarligiga loyiq bo'lmasdan egallab olib, o'zi loyiq bo'lmasa ham atrofida ish yuritadigan odamlarni loyiqlarini qo'ymasa, bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bittasi shukanki, ishlarni boshqarishlik noahil odamlarning qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya bir odamning shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga kuzib olmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu shunaqa ekan deb eshitib qolgan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloning omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayotgan qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noahil odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomatni kutaveringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rib turgan zamonlarda yashayapmiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohu lakum.